Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu ko'rib turganlaring Samarqanddagi Imom al-Buxoriy maqbarasi. Ichkarida qabrlari bor. Hozir remont bo'lyapti ekan. Shunga remont uchun kirgizishmadi. Tashqaridan hamda orqa tomoniga o'tib ustalar ishlayapti ekan. Ustalar bilan gaplashdim. Ya'ni qachon ochiladi, remont ishlar qachon tugaydi deb savol berdim. Ular 2026-yilga, ya'ni Ramazon oyiga yo boshlanishiga yo Ramazon tugashiga ochiladi deb taxmin qildilar. Lekin ular ham aniq bilishmaydi. Oldingi holatiga nisbatan juda katta qurilibdi, ya'ni o'sha atroflardan yerlar qo'shilibdi. Toza, pokiza, juda chiroyli joylar bo'libdi. Shu bog'dan kirsalaring, mabodo mana bu yerda ro'parada tahoratxona bor ekan. Bunisi ham tahoratxona. Ikkita tahoratxona qilinibdi. Bu tomondan kirganda chap qo'llaringda bo'ladi. Ro'parada al-Buxoriy bo'lsa, chap qo'lda tahoratxona bo'ladi. Shu bilan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.